Ipakchilik boshqarmasida uzoq yillik xodim birdan o'z xohishi bilan ishdan ketdi. Lekin bu haqiqatmi? O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 174-moddasi va Oliy sud plenumining 2023-yildagi 26-son qarorining 21-bandiga ko'ra, ixtiyoriy bo'shash uchun yozilgan yozma ariza bu qonuniy. Bosim orqali yozilgan ariza sud jarayonida xodim keyinchalik Ipakchilik boshqarmasi rahbarining bosimi ostida ariza yozganini aytdi. Sud esa bu bo'shashni haqiqiy emas deb topdi. Agar siz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, Davlat mehnat inspeksiyasiga, Adliya vazirligining hududiy boshqarmalariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishingiz mumkin.